muammolari borligini hammasini kartinkada ko'rsatib, bu muammolar hammasini yechish kerakligini ular bilan suhbat mobaynida tushuntirib berdim. 5-dan 5-gacha bo'lgan tishlar saqlanib qolgan, lekin saqlanib qolgan tishlarni emal qavatlar hammasi yemirilib, zinsigacha yemirilib ketgan. Pastki tishlari 4-dan 4-gacha bor, lekin oldi tishlari hammasi plomba bilan restavratsiya qilingan. Jag tishlari bo'lsa, bu yerda ham 3tadan tishlari уже yo'qotilgan. Bu bo'lsa jag tishlarning sohalarida va ularda ham deformatsiyalar kuzatiladi. Bu o'zi juda ham ko'p ishlar qilingan, jag tishlariga implantlar qo'yilgan, prikuslar ko'tarilgan va oxirgi yakuniy qismda hamma tishlarga Daxi Zirconidan koronkalar yasab berganmiz. Bu hozir oldingi kelgan holatlari va bizning ishlardan keyingi holatlar. Aytib o'tganimdek, jag tishlarga implantlar qo'yib, ularni vositalar hammasi tiklangan. Oldi qismda diastema muammolarini ham hal qilib berganmiz. Pastki qismlarda ham hamma tishlarni zichliklari bilan va prikuslari bilan hammasini to'g'rilab berganmiz. Kelgan holatlardagi pastki tishlarning uzunligini 1/1 qisqartirib va ularni hammasini sirkoniy koronka bilan yopib berganmiz. Bemorimiz bilan biz rang masalasida immundan o'zimlar tishim rangidan bo'lsin deganlar uchun biz bu yerda ancha sariqroq B3 rangini tanlaganmiz. Bu bo'lsa bemorimizni biz qilgan ishimizdan keyingi tabassumlar. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosishinglarni so'rab qolardim. Bemorimizning oxirgi taassurotlari ana shunaqa qilib o'zlari rasmga tushib berganlar. Juda ham baxtli va juda ham xursand bo'lib chiqib ketdilar bizdan. O'ylaymanki, sizlarga ham bizning ishimiz yoqdi. Ko'rib turganingizdek, muammo yosh tanlamaydi. Bemorimizni ham shunaqa qilib muammolarni hal qilib berganmiz. Sizlarga ham agarda shunga o'xshash muammolaringiz bo'lsa va yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, bemalol bizning stomatologiyamizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.